jadal rivojlanib borayotgan davrda yangi O'zbekiston yoshlari ham o'zlarining intellektual salohiyatlarini barcha sohalarda yorqin ko'rsatishmoqda. Mana oddiygina misol qilib aytishimiz mumkinki, biz bu borada ko'rayotgan natijalarimizni aniq ishonch bilan aytishimiz mumkin. Yangi O'zbekistonning strategik maqsadi intellektual salohiyatga ega bugungi dunyo bilan bellasha oladigan yoshlarni tarbiyalashdadir. Chunki ilm bor joyda yuksalish bo'ladi. Bugun oliy ta'lim dargohlari nafaqat bilim maskani, balki nazariya va amaliyot birlashgan yosh ixtirochilarning g'oyalari biznes loyihaga aylanadigan ijodiy maydonga aylandi va bu quvonarli hol albatta. Kelajagimizning haqiqiy me'morlari deb aytishimiz mumkin bo'lgan yoshlarimiz bugungi kunda robototexnikadan tortib sun'iy intellekt sohalarida ham o'zlarini yaqqol ko'rsatib kelishmoqda. Shulardan bir guruhi Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida tahsil olishmoqda. Maqsadi aniq, shijoati baland va ularning ilmiy izlanishlari haqidagi reportajni hozir e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Bu galgi reportajimizda sizlarga yosh ixtirochilarni tanishtiramiz. Yusupov Otabek, Abdulhamidova Dilshoda, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabalari. Ushbu yosh ixtirochilar bugungi kunda turli loyihalarda birga ishtirok etib kelishyapti. Aynan faoliyatim davomida robototexnika bo'yicha 8 yildan oshiq tajribaga egaman va yoshligimdan aynan texnika sohasiga qiziqishim bo'lgani sababli hozirda ko'plab yutuqlarga ham erishdik va xalqaro tanlovlarda ham yaxshi natijalarga erishib kelmoqdamiz. O'tgan yili 2025-yil 4-aprelda bo'lib o'tgan musobaqada Kansat milliy musobaqamizda faxriy birinchi o'rinni egallab, xalqaro musobaqaga yo'llanma olganmiz. May oyida biz aynan shu yo'nalish bo'yicha o'z ishlamamizni olib chiqmoqchimiz. Sun'iy intellekt bilan birgalikda aynan robototexnikaga ham xuddi shunday talab ortib bormoqda. Toshkent axborot texnologiyalari universitetimizda biz kabi yoshlarni qilgan ishlamalarini o'zimiz arxiv sifatida mana shu xonaga jamlaganmiz. Ya'ni biz o'tirgan xona aynan arxiv xonasi. Shunday texnikalarning namunalari yig'ilgan xona. Aynan biz jamoamiz bilan birgalikda protokol deb nomlangan o'zimiz robototexnika bo'yicha ixtisoslashgan robototexnika o'quv qo'llanmasini hozirda yaratib bormoqdamiz va u hozir video darslik jarayonida. Radio va mobil aloqa fakulteti 3-kurs talabasiman. Protokol platformasida web dasturini ishlab chiqarishga mas'ulman. Nomi Protokol. Bu proto prefiksi inglizcha prototype so'zdan olingan bo'lib, mahsulotning original versiyasi ma'nosini bildirsa, core so'zi o'zak, mohiyat degan ma'noni anglatadi. Bizning web ilovamizda onlayn darsliklar bo'ladi va ushbu mahsulotimizni xarid qilgan mijozlar avtomatik ravishda ushbu platformamizga kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bizning kursimiz o'rganish davomida 0 dan boshlang'ich darajadan murakkab qurilmalarni yasash darajasigacha bilimlarni olish mumkin. Bizning mahsulotimiz 3 ta komponentdan iborat. Birinchisi kitob, ikkinchisi darslar davomida foydalanish uchun kerakli bo'lgan modullar to'plami, uchinchisi onlayn kursga kirish imkoniyati. Fan va texnika rivojlanishida ixtirolarning o'rni beqiyos. O'zbekistonda qahramonlarimiz kabi ko'plab yoshlar o'zlarining kreativ g'oyalariga yechim topishi uchun esa yetarli darajada sharoit yaratish zarur. Bu borada mazkur universitetda ham talabalarning amaliy mashg'ulotlari uchun alohida laboratoriyalar tashkil etilgan. Hozir biz Toshkent axborot texnologiyalari universitetining pastki qismida joylashgan Living Lab va Fab Lab zonalarida turibmiz. Mazkur majmua O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-iyulda topshiriqlariga asosan barpo etildi. Bu zonalarimizda asosan kelajak muhandislariga kerakli sharoitlar yaratilgan. 30 dan ortiq laboratoriya xonalari mavjud bo'lib, ushbu laboratoriyamizda talabalarimiz uchun kerakli barcha jihozlar bor. Misol uchun oldinlari chet eldan mutaxassislar chaqirsak, hozir o'zimizdan bemalol mutaxassislarni yetishtirib bera olamiz. Aytish lozim, hozirda yoshlar o'z salohiyatlarini namoyon etishlari uchun turli yo'nalishlarda faoliyat olib borish imkoniyatiga ega. Masalan, robototexnika va sun'iy intellekt. Bu zamonaviy texnologiyalarni o'rganish orqali kundalik hayotni osonlashtiruvchi qurilmalar yaratish degani. Shuningdek, startap loyihalar, ya'ni g'oyalarni biznesga aylantirish uchun turli dasturlarda qatnashish imkoni. Platformamizdan video darsliklarni ko'rib turib, amaliy o'zi uskunalarni o'zi yig'ib turib,
ichiga dastur yozib turib, mikrosxemani ichiga o'zi amaliy bajarib ko'radi. Bu bizning tashkil qilayotgan kursimiz o'quvchini, ya'ni o'rganuvchini turli avtomatlashgan qurilmalar yasashga ixtisoslashtiradi. Shu darajagacha olib chiqadi. Sababi bizning kursimiz 4 ta asosiy bobdan iborat. Birinchisi elektronika. Elektronikada aynan fizikaga doir bo'lgan barcha narsani o'rganadi. Kerakli bo'lgan elektr nima, volt nima, amper nima, u qanaqa qilib quvvat hisoblanadi, elektromagnit maydon nima, atomdan boshlab turib mukammal mashq qurilmagacha o'rganadi. Keyingi bo'limimiz bizani aynan robototexnikaning yuragi, kitob yuragi bo'lgan robototexnika bo'limi. Aynan bu yerda Arduino'ni o'rganadi. Arduino bu o'quvchilar uchun eng ixcham uslubda qilingan mikrokontrollerlar to'plami. Amaliy vazifalar bajarib turadi va shunga qarab turib o'rganadi. Robototexnikani qo'shimcha 3D modellashtirish hamda 3D printerdan foydalanish bo'yicha bonus sifatida qo'shilgan bo'lim. Bu kursimiz, xudo xolasa, yaqinda video darsliklari yozib bo'linadi va ommaga e'lon qilish niyatidamiz. Rossiya davlati tomonidan tashkil etilgan Kiberdron musobaqasi final bosqichiga chiqdik va yaqinda 12-15 may kunlarida bo'lib o'tadigan musobaqada ishtirok etamiz va ushbu musobaqaga jamoa bilan tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Bugun yurtimiz aholisining 60% tashkil etadigan yoshlar orasida iqtidorlilar ko'p. Ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash zamirida esa mustaqil, o'z g'oyalari bilan mamlakatimiz va jahon maydonida munosib o'rin egallay oladigan shaxslarni tarbiyalash maqsadi mujassam. Zero yoshlar yangi O'zbekiston kelajagini bunyod etish yo'lidagi asosiy poydevordir.